Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazablok seximizdan Gazablok kanalimizga video joylayapmiz. Gazabloklarimiz 20 ga 30-60 liklar. Bu 2 kun 3 kun oldin video joylagandik. Ikki xil semenda quyganmiz. Mana 550 markali. 550. Bunisi 450 markali. Zo'r. Hammasi joyida. Mana 550 markali o'sha biz o'ylagan effektni berdi. Xudo xohlasa bundan buyon 550 marka semen zakaz qilganmiz, o'shanda qo'yamiz. Ularga Yasin 400 markada qo'yganmiz bularni. Hozir ichkarilarni ko'rsataman. Ichkarida kesish jarayoni boshlangan. Hozir shu bilan bir tanishtirib o'taman. Ichkari mana bu tomon reysga solib kesilyapti, rushno kesiladi bizda. Bu tomon o'zida reysga solishga tayyorlanyapti. Gazabloklarimizni 10 ga 20, 30, 12 ga 20 yo'q, 10 ga 30, 60, 12 ga 30, 60, 20 ga 30, 60, 15 ga 30, 60 razmeridagilari bor. Gazablok mana yangi chiqqan gazablokning ustiga chiqsa bo'ladi. Eshitma qilmaydi. Hattoligi zo'r. Kimga gazablok kerak bo'ladigan bo'lsa ekran nomerlarini qoldiramiz, bilan aloqaga chiqarasizlar. Hech qanday bizda montaj nimadirlar bo'lmaydi. Hammasi realni olinadi, realni qo'yiladi. Montaj faqat nomer yozish uchun qilamiz xolos. Hech qanday montaj bo'lmaydi. Kimga gazablok ko'pchilik yozishyapti, javob bera olmayapsiz. Shuning uchun kimga gazablok nima sizlar haqida unchalik hop mutaxassismiz, biz zo'rmiz degan joyimiz yo'q. Kimgadir nima degandir nafimiz tegsa xursand bo'lamiz. Gazablok kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, maslahat kerak bo'lsa ham aloqaga chiqarasizlar. Qirg'oqlari, uchalari zo'r chiqadi, Alloh xohlasa. Hammalarga kattakon rahmat, salomat bo'linglar, sog' bo'lasizlar. Bugun 28-aprel.